Mana bu yer ajoyib joy ekan meni do'konimni qurish uchun. Bu yerdan ham juda ko'p xaridorlar keladi va bu yerdan yaxshigina foyda ko'raman. Yaxshi, xo'sh, barchaga salom. Sizlar bilan men Kompot va meni yangigina videomga xush kelibsizlar. Kompot bu yerda nima qilyapsan sizlaring? Va bugun men bu yerda o'zimni magazinimni ochaman, kichkinagina obunachilar. Mana shu yerdan qurishni boshladim. Sababi chunki bu yerda juda ko'p xaridorlar keladi va qishloqqa chiqqaningizda bemalol mana bu magazin ko'zingizga bemalol tashlanadi-da. Xullas obunachilar, uncha katta qilmayman, kichikroq qilaman magazinni. Mana bu yer meni skladim bo'ladi. Mana bunday qilamiz va mana shunday o'zimni ranglarimdan foydalanib bu magazinni quryapman obunachilar. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Sizga qaysi YouTuber yoqadi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Wow, mana ajoyib bo'lyapti, shundaymi? Sizga bu magazinim yoqyaptimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Mana bu ranglar juda yorug', lekin uzr so'rayman. Meni skinimdagi ranglarda bular obunachilar, bulardan foydalanishim kerak obunachilar. Aniq kerak bulardan foydalanishim. Chunki ko'k bilan qizil menimcha hammaga yoqadi bu rang. Shundaymi obunachilar, sizga qaysi rang yoqadi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Mana ajoyib, deyarli magazinim bityapti. Ichkarisi sklad, u yerda narsalarni saqlayman va mana bu tashqarida esa narsalarni sotaman. Kompot nima qilyapsan? Salom qishloq, yaxshimisan? Men magazin ochyapman. Oy, magazin nima qilasan magazinni Kompot? Magazinni nima qiladi qishloqi? Kompot nima qilasan ayt? Jinnimisan qishloqi? Narsalarni sotyapman-da. Yaxshi, senda qanday narsalar bor? Ochganimdan keyin ko'rasan, ko'p savol berma, ishimga xalaqit beryapsan. Men ham magazin ochaman Kompot, mana shu yoningdan. Ahmoqmisan? Undan ko'ra kel, meni yordamchim bo'lasan. Nima, men seni yordamching bo'laman? Ahmoqmisan hech qachon Kompot? Men seni yordamching bo'lmayman. Men qul bo'lishni yomon ko'raman. Senga kimdir qul bo'lasan degani yo'q-ku, shunchaki yordamchim bo'lasan. Yo'q, Kompot, chuchvar arxob sanabsan. Men o'zim uchun do'kon ochaman va sendan boyib ketaman. Qishloq, bugun sen yaxshimisan? Kompot, nima ishing bor? Davay, ishingni davom ettiraver. Nima bo'lyapti bu yerda? Xullas, men magazin quryapman. Magazin ajoyib. Men ham quryapman. Meniki ajoyib bo'ladi qishloqlar, davay menikiga kelinglar. Davay qishloqlar, hozir sizlarga o'zim tushuntirib beraman. To'xtanglar, gaplarimiz aralashib ketdi. Xullas, men magazin qurishni boshladim. Bemalol pullaringni tayyorlab olib qo'ysalaring bo'ladi. Qishloqi, meni gapimga siqilma. Davay, ishingni davom ettir. Men ham ishimni davom ettiraman. Obunachilar, iltimos obuna bo'linglar. Xohlasalaring bo'lmaylar. Like bosib qo'yinglar, lekin davay shart. Qishloqlar ketdi. Aytdim ularga, pullaringni tayyorlaylar. Meni narsalarim juda ajoyib bo'ladi dedim. Qishloq ham battle'ga ketdi obunachilar o'zi uchun. O'zi har doim shunday obunachilar qishloqi darrov siqiladi. Men nimadir ish qilmoqchi bo'lsam, Kompot nima qilyapsan? Uki ham balo-battar. Xullas, shunaqa ishlar. Men hozir mana bu yerni polini tugatdim. Meni tabriklasanglar bo'ladi. Men polni tugatdim. Yaxshi. Xo'sh, endi bu yerga skladga sanduqlarni joylaymiz. Mana bunday qilamiz. Mana bunday. Nima? Hozir nima qilib qo'ydim? Jinursan, adashib ketman. Bitirishdan qilishimiz kerak. Bunday qilamiz. Bunday va bu yerga ham va mana bu yerga ham 3 qator qo'ysak, ajoyib bo'ldi. Skladni sanduqlari ham tayyor. Qishloqi, nima qilyapsan? Nima Kompot, nima bo'lyapti? Qanaqasiga sen hozir bir postga qurib bo'lding? Shunchaki qurdim Kompot. Nimaga sen cheat ishlatyapsanmi qishloqi? Nima deyapsan? Battle ketyapti bu yerda. Faqat shunday qilasanda hayronman qishloqi. Har safar battle'da birdan tez mana shu narsalarni qurib bo'lgan bo'lasan. Ajoyib, lekin qishloq senga obunachilar uchun ishlatyapti. Mayli, men ketdim narsalarni olib kelgani. Mana obunachilar, mana shu narsalarni bugun men do'konimda sotaman. Qishloqi, sen narsalarni ham qo'yib bo'ldingmi? Albatta, Kompot, senga o'xshab asta yurmayman. Hozir magazinimni ham ochaman. Oddiygina narsalar ekan-ku qishloqi. Shunga katta ketyapsanmi? Hamma bu narsalarni topish oson-ku. Qara, meni narsalarimni ko'p joydan topish qiyin. Faqatgina bizning qishloqda ham bor. Endi bu narsalar mana qilishni
qaranglar, biznes uzun obunachilar. Xo'sh, mana bu yerga endi mana bunaqa broniyalar bor, obunachilar. Tezroq men birga bo'lishim kerak. Shuning uchun sizlarga sizlarni menga yordaminglar kerak. Uzr, adashib ketdim. Shuning uchun obuna bo'linglar, iltimos. Bunday qilamiz. Mana bu yerga ham narsalarni qo'yamiz. Tiniti aytchin ursin boltani boribman. Mana bu yerga tinitilarni, kirkani, mana bu narsalarni. Menda xullas andiqa narsalar tiqillab yotibdi obunachilar. Boya qishloqlarga aytdim, pullaringni tayyorlab qo'yinglar dedim. Tayyorlab qo'yishgandir, no mayli. Xo'sh, bo'ldi. Mana bu blokni qo'yamiz. Narsalarim tugadi. Yo'q, tugamadi. Axir mana inventarimda ham narsalar bor. Bularni skillatdagi sandiqlarga qo'yaman obunachilar, mana shu yerdagi. Bo'ldi. Ajoyib. Meni do'konim ham bitdi. Qishloqlar birpasga kelibdimi? Qaranglar bularni. Salom qishloqlar. Do'konlaring ajoyib bo'pti-ku sizlarni. Yaxshi. Kappon, nima qilyapsiz bu yerda qarab? No mayli, qishloqqa ishingni davom ettiraver. Davay bo'lmasam savdoni boshladik. Battle qilamiz. Kim ko'p pul ishlarki. Davay kappon. Yaxshi obunachilar, albatta o'ylayapman men yutaman, chunki meni do'konim juda zamonaviy. Davay ishni boshladik. Yaxshi obunachilar, men anchagina pullar ishlab oldim, ko'ryapsizlarmi? Xullas mendan 13 stak pul bor ekan. Mendan 12 stak jinursin. Aytdim-ku qishloqqa sen qolasan deb. Davay bo'lmasam boshladik. Xo'sh, qancha narsalarim qolibdi? Hali deyarli narsalarim bor ekan. Skillatda ham hali narsalarim bor. Obunachilar, iltimos, kanalimga obuna bo'ling. Davay, bizlar sotishda davom etamiz. Qishloqqa aytdim-ku mendan qolib ketasan baribir. Ko'ramiz, kappon, ko'p katta gapirma. Xo'sh, davay qishloqqa senga nima beray? Davay boshladik obunachilar, bizlar ishni. Obuna bo'ling. Xo'sh, mana bu yerga mana yozimni yozamiz. Sotilib bo'ldi. Menda narsalar qolmadi qishloqqa. Menda ham qolmadi kappon. Xo'sh, davay kim yutganini aniqlab olaylik endi. Kappon, qancha pul yig'ibsan? Xo'sh, qishloqqa sen rostdan ham hozir 16 stak pul yig'ib qo'yibsan. Qani endi meniki qancha ekan? Qishloqqa meniki senikidan anchagina ko'proq. Men 18 stak pul yig'ib qo'yibman. Jinursin kappon. Yaramas bu safar ham demak sen yutdingmi? Yo'q, axir ovoziga qo'yishimiz kerak-ku. Qishloqqa to'g'ri aytasan. Xo'sh, qishloq aholisi, sizga qaysi birimizni do'konimiz yoqdi? Davay oq qishloqqa sen gapir. Xullas, zamonaga qarasak, menimcha menga seni narsalaring yoqdi. Ajoyib narsalar olib kelgansan. Xo'sh, sen gapirchi. Xullas, men 100% kappon yutdi deb o'ylayman, chunki uni narsalari juda ajoyib. Yo'q, axir men yutishim kerak edi-yu. Battar bo'l qishloqqa, men yutdim, ko'rdingmi? Ko'p katta gapirmasliging kerak edi. Men yutishimni bilib katta gapirdim senga qishloqqa. Xullas, ajoyib. Jinursin kappon, mayli. Xullas, xafa bo'lib yotma qishloqqa. Xo'sh, obunachilar, siz tezroq kanalga obuna bo'ling. Ko'rdinglarmi? Kommentariyaga ham yozib ketinglar. Sizga qaysi birimizni magazinimiz, ya'ni do'konimiz yoqdi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Hammamiz narsalarimizni sotib oldik. Ana bu yerda nima bo'lyapti? Senga bitta tovar bermoqchiman qishloqqa. Qanaqa tovar? Aytchi. Xullas, men like blok sotib oldim, lekin men uncha omadli emasman. Men ham lekin like blokda unchalik omadli emasman. Nima qilamiz? Qo'y, nima bo'ldi? Davay, like blokingni menga ber, men sindirib ko'raman. Like blok bu omadlilar yoki omadsizlarga ham omad chopib qolish mumkin. Kappon, sen o'zingni omadliman deb o'ylayapsanmi bitta do'konda yutib endi? Yo'q, qishloqqa tavakkalga qilib ko'ramiz. Axir bekorga sotib olmadi-yo'q, do'koningga kiramiz. Hoy, nima meni do'konimga kiryapsan? Iltimos endi qarab tur, endi qolding-ku, bunday qilamiz. Mana bunday sindirib ko'ramiz. Qani, nima chiqarkan? Qanday Jinursin? Yo'q, meni o'ldirib qo'ydi. Jinursin, buni tezroq yopish kerak, qochinglar. Ana bu la'nati quyon chiqib ketmasdan oldin tezroq. Meni ko'rdi, yop. Tez. Bo'ldi. Sal hozir yana o'ldirib qo'yasizlar. Jinursin, bu yerni endi qaytib ochmanglar. Ahmoqsan kappon, menroq bilan yopib tashladingmi?
Ana endi nima qilaman qishloqlar axir jahldor quyon chiqdi, uni o'ldirishni ham iloji bor, lekin sal qiyinroq. Xullas, barchaga xayr, sizlar bilan men Kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysin.